Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi mavzuimiz fazoviy ma'lumotlar infratuzilmasining informatsion texnologik tuzilishiga bag'ishlanadi. Oldingi mavzularimizda fazoviy ma'lumotlar infratuzilmasining texnologik tarkibi qismi egaligi to'g'risida gaplashib o'tganmiz. Umumiy ko'z bilan qaraganda buni geoportallar, xizmatlar misolida ko'rishimiz mumkin. Har qanday fazoviy ma'lumotlar infratuzilmasi uchun informatsion texnologik tuzilish zarur bo'ladi va shu bilan birga barcha fazoviy ma'lumotlar infratuzilmasini to'g'ri keladigan informatsion strukturaning o'zi ham mavjud emas. Chunki oldin tushuntirganimiz kabi fazoviy ma'lumotlar infratuzilmalari, masalan, kadastr, sog'liqni saqlash, soliq, umuman atrof muhitni muhofaza qilish tizimlarida turlicha ko'rinish va strukturaga ega bo'ladi. Umumiy nuqtai nazardan qaraganda geoportallar, ma'lumotlar, ya'ni meta ma'lumotlarning mavjudligi va xizmatlar bu FMIning umumiy informatsion texnologik tuzilishi sifatida ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ayni vaqtda bu komponentlar o'ziga nisbatan asosiyroq bo'lgan web serverlar yoki karta serverlari, ma'lumotlar bazalari ustida joylashgan bo'ladi. Ya'ni shu asosda ishlashi talab qilinadi. Foydalanuvchilar geoportallarga to'g'ridan-to'g'ri murojaat qiladilar, zarur ma'lumotlarni nashr qiladilar, yaratadilar va yuklab oladilar. Buning uchun turli xil dasturlardan, masalan, ArcGIS, QGIS yoki boshqalardan foydalanish mumkin. Ushbu illyustrativ tasvirda ham geoportallar orqali olingan ma'lumotlarni QGIS dasturida tasvirlash tushuntirib o'tilgan. Fazoviy ma'lumotlar bazalari geofazoviy ma'lumotlarni va meta ma'lumotlarni to'plash uchun ishlatiladi va bu ayni vaqtda FMIning informatsion texnologik tarkibining asosiy qatlami sifatida ham bo'lishi mumkin. Bunday holatda fazoviy ma'lumotlar infratuzilmasi geoportallarda mavjud ma'lumotlarni yuqorida aytib o'tganimizdek o'ziga nisbatan asosiyroq bo'lgan komponentlar ustida shakllantiradi. Buni quyidagi slaydda yoqqaroq ko'rishimiz mumkin. Bunda desktop GIS, ya'ni foydalanuvchilar web vektor xizmatlari yoki web karta xizmatlari orqali o'ziga nisbatan murakkabroq, asosiyroq bo'lgan katalog xizmatlari va karta serverlarini murojaat qiladi. Bu orqali bu katalog serverlari yoki karta serverlari ma'lumotlar bazasida tegishli foydalanuvchi izlayotgan ma'lumotlarni topib, uni yetkazib berish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu chizma fazoviy ma'lumotlar infratuzilmasining umumiy barcha fazoviy ma'lumotlar infratuzilmalarini keng uchrashi mumkin bo'ladigan informatsion texnologik tuzilmasi hisoblanadi. Oldingi slaydlarda fazoviy ma'lumotlar infratuzilmasi oddiygina IT tuzilishini imkon qadar soddalashtirishga harakat qildik. Shu bilan bir vaqtda bular o'ziga xos komponentlar, ya'ni bir-biridan o'xshamaydigan imkoniyatlardan ham foydalanadilar. Turli xil fazoviy ma'lumotlar infratuzilmalari, masalan, PostgreSQL, Oracle yoki MS SQL server, umuman turli xil geoserverlar va turli xil dasturiy ta'minotlar, QGIS, ArcGIS va boshqalarni foydalanishi yoki boshqa dasturlar foydada qo'llash imkoniyati mavjud ma'lumotlarni tayyorlab yoki yetkazib berishi mumkin bo'ladi. Standartlar yuqoridagi mavjud muammolarning yechimini topishda asosiy omil hisoblanadi. Agar biz dasturlarni qanchalik o'zgartirishimizdan qat'iy nazar, masalan, ArcGISning o'rniga QGIS yoki boshqa dasturlarni qo'yishimizdan qat'iy nazar, geoserverlardagi mavjud ma'lumotlarimizni turli xil dasturlarda standartlar sababli tasvirlay olamiz. Fazoviy ma'lumotlar infratuzilmasi o'quv kursida keng qo'llanilgan ommabop bo'lgan komponent bu OGS hisoblanadi. Bu ochiq geofazoviy konsorsium. Ko'plab informatsion texnologik turlar ushbu komponentni tanlaydilar va shu OGS standartlaridan foydalanadilar. Odatda dars jarayonlarida biz ko'proq fazoviy ma'lumotlar infratuzilmasi ma'lumotlarni tahlil qilish, nashr qilishda QGIS dasturidan foydalanib kelyapmiz. Shu bilan birga Geonode dasturi bugungi kunda fazoviy ma'lumotlar infratuzilmasi uchun muhim bo'lgan komponentlardan biri sifatida ko'rishimiz
görsak bo'ladi. Masalan, Geonode geoserverlarni katta xizmatlarni ko'rsatuvchi, asosiy uni yurituvchi motor bo'lib ham xizmat qiladi. Geonode demo versiyasini biz internetdan olishimiz mumkin. U ayni vaqtda geoportal vazifasida, web xizmatlari vazifasida hamda QGISni shu xizmatlardan foydalanish uchun ishlatishimiz mumkin. Amaliy mashg'ulotlarda biz Geonode demo versiyasidan foydalandik. Bunda oldin ro'yxatdan o'tildi, qatlamlar tayyorlanildi, batafsil ma'lumotlar kiritilib, qatlam minimal ko'rinishda soddalashtirilib tasvirlanadi. Va bunga bir qancha raster vektor qatlamlarini qo'shish orqali tahliliy kartalarni internet muhitida nashr qilish imkoniyati mavjud. Geonode dasturi orqali. Umuman olganda, har bir kompyuter uchun alohida Geonode dasturini o'rnatish zarur bo'ladi va yuqorida aytganimizdek vektor raster ma'lumotlarni nashr qilish va har ikkala ma'lumotlar bazasidan foydalanib qayta tayyorlash kerak. Bu bilan talabalar amaliy mashg'ulotlar vaqtida yaqindan tanishib oladilar. Fazo ma'lumotlar infratuzilmasining informatsion texnologik tuzilishi to'g'risida, resurslar papkasida ayni vaqtda Geonode haqida zarur ma'lumotlar mavjud. Umumiy ma'ruzamiz shundan iborat. E'tiboringiz uchun rahmat.